Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun O'zbekiston Jahon chempionati saralash bosqich o'yinlarini eng oxirgi o'yinlaridan biri, ya'ni Qatardan oldin Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'yini bor. Xudo xolasa omad tilaymiz. Nima bo'lgan taqdirda ham biz sizlar bilanmiz. To'g'ri, biz jahon chempioni bo'lish uchun kurashadigan jamoa emasmiz. Buni tan olamiz. Lekin yigitlar, biz jahon chempionatiga chiqishimiz kerak bo'lgan davrda va chiqishimiz kerak bo'lgan joyda turibmiz. Har qanday vaziyatda sizlar bilanmiz. Xudo xohlasa yutamiz va O'zbekistonda bo'ladigan Qatar bilan uchrashuvda bayram nishonlaymiz inshaalloh. Ammo yana bir shuni unutmasligimiz kerak, agar yutqazib qo'ygan taqdirimizda ham tushkunlikka tushishga hojat yo'q. Bizda o'yinimiz bor. Inshaalloh O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadi. Like, podpiska sizlardan do'stlar.